Alloh taolo o'zi rahmat qilsin. Mana bu Makka shahrida barcha bizdan vatandoshlarimiz mana bu qabristonlardagi mu'min va mu'minotlarni mana Makka shahrida Sharoiya qabristoniga keldik. Dadaxonni amakilarini qabriga mana 30-boks. Mana 30-boks Sharoiya qabristoni Dadaxonni amakilari o'tgan ekan. Inshaalloh tilovat Qur'on qilib ketamiz. Assalomu alaykum. Alloh subhanahu mana bu qabristonda o'tgan barcha shahidlarni ruhlari shod bo'lsin. Biz mana Dadaxonni amakisi Ma'mur Hoji akani hujra ravzalariga keldik. Mana Sharoiya qabristonini 30-boks mana 85-nomerga keldik inshaalloh. Alloh taolo amakingiz ismlari nima edi? Abdunamir akani Alloh rahmat qilsin. Ruhlarini shod qilsin. Go'zal makonga kelib bu yerda bo'lishliklari Alloh taolo aytadiki, payg'ambarimiz Rasululloh muborak hadislari bor. Kimki umra ibodatiga kelib, haj ibodatiga kelib, mana bu go'zal makonlarda xotima bo'lar ekan, bularning ruhi davri qiyomatgacha rixsalanib turadi degan inshaalloh. Alloh taolo mana bu qabristonda yotgan barcha yurtdoshlarimiz, hojida hoji onalarni Alloh rahmat qilsin. Ruhlarini shod qilsin, joylarini jannat bog'chalaridan qilsin. Mana Dadaxon jiyanimiz ham onalari bilan, yangalari bilan kelishib go'zal makonda ibodatda mana amakilarini ravzalariga kelib bu yerda tilovat Qur'on qilib inshaalloh ziyorat qilib ketamiz. Ihsonlarni qildilar mana bu qabriston ishchilariga. Alloh taolo qilgan ihsonlarni qiyomatda boshlariga soya. كروتين ينقلب إليك البصر خاسئا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. سبحان Dadaxon amakisi qabrlariga kelib tilovat Qur'on qilib ziyorat qilyapti. 30-boks 85-qabr. Sharoiya qabristoni. Amin. Rahmatga o'tmayman. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Alloh rozi bo'lsin, ziyoratlaringizni qabul. Assalomu alaykum. Alloh subhanahu bu qabristonda o'tgan barcha mo'min va mo'minotlarga rahmat qilgan, g'arib shohsa jannat qilgan. Va shahidon qabristoniga Mo'ydinjonda otalari bu yerda. Dadalarimi? Mo'ydinjon dadalari mana 9-boks 690 inshaalloh. Alloh rahmat qilsin. Mana bu oyoq taraflari, mana bu bosh taraflari ekan. Mana Dadaxon tilovat qiling, keyin men tilovat qilaman. Allah'ın sana diyen layık bana bir uğurlar
Bana akıl olsa kabaktan johol canlaşar oxiratda sog' boshadi iymon olsa xayr boshadi. Rabbana utina hasanatan va qina oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatik. Mo'ydinjon otalarini 9-blok 694-qabrlariga keldik inshaalloh. Alloh o'zi rahmat qilsin. Mana shu blok hammasi 9-blok. Kulli. Alloh rahmat qilsin. Mo'sinjon otlari nima edi? Vositjon tog'amiz, ro'za oyida o'tganlar. Chiqavering bo'ldi. Mo'ydinjon otalarini qabrlarini ziyorat qildik. Mana 9-blok 694-qabrlariga borib tilovat Qur'on qildik. Alloh ziyoratlarimizni qabul qilsin. Bu qabristonlarda yotgan barcha mu'minlarda, mu'minotlarda bizlarning vatandoshlarimiz bir qancha mana bu yaqinda mana Fayzobodda Adaham hoji akamiz o'tgan bu kishining ham qabrlari shu yerda. Alloh rahmat qilsin. Ruhlarini shod qilib, joylarini jannat bog'chalaridan qilsin. Alloh muboraklik qilsin. Ziyoratingizni Alloh qabul qilsin dadaxon. Qabrda qo'yilgan ekan. Mana bloklari, mana qabrlarga kirib ziyorat qildik. Qilgan ziyoratlarimiz mana shu yerda yotgan barcha mu'minlarga Alloh rahmat, mu'minalar, g'ariqlarni, g'urobalar ruhlari shod qilib, joylari jannatdan bo'lsin. Alloh